O'ynamayman de. Bo'lmasa mobodo yaxshi o'ynasang, 2 bochka asalab kelaman. Telefonimni sotib, boshqa telefon olib, oshkaniga asalab kelaman. O'yna. O'ynamayman de. Hey! Nima desam, nima o'ynaydi bu? Nima desam o'ynaydi? Nima deydi? Kim aytyapti deydi? So'rayman. Pul. Assalomu alaykum. Assalomu Nima desam o'ynaydi? Fatinaman Abduramanbek. O'zingiz necha yoshsiz? 11 yosh. Qo'yil, o'zingiz uylanganmisiz? Yo'q. Nimaga uylanmagansiz? Imkoniyat yo'q. Imkoniyat yo'q ekan, qo'yil. Cho'ling. Abdullayev. Hey, shuncha uylardan aholisi bitta shu bolaga imkoniyat qila olmadinglar. Necha yoshini 12 ga o'tyapsan-ku? 10 yosh ekansan. 10 yil o'zi yashab. Qo'yil, yolg'izlik faqat Allohga o'z qiynalyapsanmi? Qo'yil. Aytdim, hamma ham ichidagi niyatini aytsa, bildinglarmi, oyoq qo'ron o'ynaydimi desam, uylab qo'ying deyapti. Qo'yil. Uka, uylansang qizlarni do'mbog'iga uylanasanmi, ozg'iniga Do'mbog'iga. Qo'yil. Hey! Nimaga do'mbog'iga deyapti deb o'ylanmanglar. Sabab bitta qopda un olib kelsa ham, qo'shnidan keling va unda olishib qo'ying demaydi. Xotin ketdik unda ol deydi. Qo'yil, bu yoqchi o'zim nimaga aynan do'mbog'iga O'ziga o'xshatda. nima bo'ladi? Eshitdinglarmi? Men eshitdim lekin. Nimaga desam yumshoq bo'ladi. Voy uka, aytdim nimaga bu uylab qo'ying deyapti deb. Men ham ayiq polvonim senga o'xshab bo'yda. Ayiq polvon bo'ydolar kechasi qanday uxlaydi? Ana voy bo'ldi. Ayiq polvon bo'ydolar kechasi qizlar bilan qanday gaplashib yotadi? Ana oyog'ini olib, telefonni quloqqa tutib olib, mobodo gaplashib yotganlar. Ashi bolam telefoni o'chib qolsa nima bo'ladi? Ana, bo'ldi, talvasaga tushib qoladi. Mobodo ashi qizni o'zi shunday telefon qilib, men sizni sevaman desa nima bo'ladi? Bundan baxtli panda yo'q.